Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlari, mana sizlarga dam olgani yozgi mavsumga zo'r dacha topib berdik. Ikkita tog'ning orasida Shohmordon Yordon qishlog'ida juda ham chiroyli tabiat qo'ynida ko'rib turganlaringdek, juda ham go'zal dam olishga joy ekan. Bu sizlar uchun reklama emas, faqat o'zimiz kelib dam olyapmiz. Dam olishlarga tavsiya qilib qolamiz. Ko'rib turganlaringdek, atrofi mana tog' bilan o'ralgan manzarali joylar. Mana ko'rib turganlaringdek, erkaklarga alohida joy qilingan, ayollarga alohida joy qilingan. Erkaklarga alohida hojatxona, ayollarga alohida hojatxona, hammom dushlari komplekt, ichlarida hamma yo'g'i bor. Oshxonalari bor. Mana o'rtadan neytral oshxona, o'choq hamma yo'qlari bor ekan. Erkaklar bu tarafga joy qilingan ekan, ayollarga bu tarafga. Erkaklarga mana so'rilarni ham tashkillab berishgan, ayollarga ham so'rilar tashkillab berilgan. Qaysi tomonda, misol bir tomonga ayollar qo'yilar ekan, bir tomonga erkaklar qo'yilar ekan. Erkaklar bor tomonga ayollar umuman qo'yishmas ekan. Mana sharoitlarda juda ham mukammal qilib o'choq qozonlarini sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Oshxonamizga kirsak, mana gaz hamma yo'q bor, o'tin muammo yo'q, suvlar doim qaynab turibdi, choylarga umuman muammo yo'q, qozon, o'choq hamma sharoitlari bor. Gazlari 24 ga 7, issiq suv, sovuq suv hamma sharoitlar bor ekan. Gazlari mana propanda bo'lganligi uchun propanda ham uzluksiz gaz bilan ta'minlab berishar ekan. Ikkita gazni mana shu qo'yib berishgan, shkaflarda hamma idish tovoq, piyola hamma yo'llargacha bor. Piyolalar, idish tovoqlar ham yangi, xonadon, dachamiz yangi remont bo'lgan xonadonda endi hisobda. Ko'rib turganlaringiz, o'choqlari tutun qo'ymaydi, bemalol juda ham chiroyli, kafelni qilib, sifatli qilib, yangi qurib bitkizib tayyorlab berishdi. Hattoki oshxonalarda idish tovoq yuvib chiqib ketgani, mana shunaqa mo'ykalarni ham sharoitlarda qilib, juda ham zo'r qilib tayyorlab berishdi. Xolodilniklargacha bor. Kechqurundan ortgan narsalar bo'lsa, ertalab zavtriga qaymoq nima qo'yadigan bo'lsangiz, mana shunga tiqib qo'yilaveradi. Hozir bu taraf sizlarga ko'rsataman. Mana ochiq ayvoni bor. Ichkarida ikkita xona, pastda hojatxona, hammom, dush, bag'da ham xolodilnik, letniy oshxona, hammasi bor ekan. Bu yoqda hozir ayollar turibdi. Ichkarilarni olib kirib ko'rsataman. Ko'rib turganingizda suvlar bir xilda muzdek tog'dan tushib kelyapti. Primoy tog'dan. Mana ko'rib turganingizda mana shu yerga torbizni, bagalashkada suvlarni qo'yib qo'ysangiz, muzday bo'lib turadi. Tabiat qo'ynida juda ham chiroyli. Mana tog' mana yerda ko'rinib turibdi. Manzara o'ta ham go'zal, atir gullar yerda ochilib turibdi. Ziyodulla, nima deysan muxlislarga, bizni klientlarga obuna? Tavsiya qilamiz. Zo'r joylar ekan. 3 kundan beri mazza qilib ashla dam olyapmiz. Biz o'rtog'im bilan keldik. Bu yerda sizlarga reklama qilish uchun video olayotganmiz yo'q, tavsiya qilyapmiz oshni. Tavsiya, kelib dam olishni tavsiya qilamiz. Juda ham chiroyli joylar ekan. Mana gullar mana shu yerda ochilib turibdi. Manzarani qaranglar, manzara o'ta ham go'zal, Ziyodulla. Ikkita tog' o'tdasizlar mana. Qaranglar. O'ta go'zal joylar. Mana Havosini aytmaysizmi? Havo vafshi toza. Shohmordon qishlog'i, Shohmordon Yordon qishlog'ida? Yordon. Yordonda. Mana o'zimiz avtomashinamizda kelganmiz. Ichkariga mashina olib kirgan ham joy bor ekan. Yo'llari, ekranga raqam qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqsalaring, xonadonda lokatsiyasini tashlab beradi. Mana remontlari ham juda ham chiroyli. Ichkarida odamlar bor, hozir olib kirib ko'rsatamiz. Remontlari ham juda ham. Mana bu yerga bitta sinf kelib 30 kishi bo'lsalar yoki 10 kishi, 15 kishi bo'lsa, ikkiga bo'linib xonalari keng ekan. Hammasi yangi remont. Mana shu so'rida choy ichib o'tirgani sharoitlar bor ekan mana. Kunduzi ham umuman issiqlik holati yo'q. Erkaklar tomon addenni hojatxona, ayollar tomon addenni. Aytdan ham ko'rishlar mumkin. Manzarani qaranglar. Choy ichib o'tirib, hali erkaklar, ayollar bir-biriga ko'ziga tushmaydigan joy ekan. Juda ham chiroyli mana. Umuman nari tomon ko'rinmaydi. Faqat bir-biriga mushit qilmaydi. Oilaviy kelib o'tirsa ham bo'lar ekan. Oilaviy ham sharoit zo'r ekan. Xullas, bitta oila kelib yoki ikkita oila kelib, amakivachchalar mana shu yerda dam olib ketsa, sharoit zo'r. Suvlar tushishini qaranglar, sharshara. Tog'dan primoy kelayotgan suv mana shu yerga tushyapti. Mana shu yerdan ariqcha orqali o'tib ketyapti. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsak, bola chaqaga umuman muammo yo'q ekan, qo'rqmas ekansizlar. Bola chaqaga nimaiki yo'lni bo'yi bas. Bemalol bola chaqa o'ynab yuraverar ekan. Mana eshiklar yopib tursa ham, eshik ochiq tursa ham, tashqariga chiqib ketsa ham xavotirga o'rin yo'q ekan. Juda ham sifatli. Remontlari ham hamma yo'llari zo'r qilishlangan, bolalarga ham sharoit zo'r. Mana bu yerlardan ichkarida odam bor, hozir olib kirib ko'rsataman. Remontlar juda ham kuchli. Aytda bitta xona, ikkita xona, 3 ta xona. O'rtada oshxona, ag'da ham 2 ta xona, ochiq ayvon. Hamma sharoitlar bor. Ekranda raqamlarga egalarining nomerini qoldirib qo'yamiz. Aloqa qilsalaring, xudo xolasa sizlarga joyda lokatsiyasini tashlab beradi. Mana shu manzarada kelib, mana shu yoz oyiga dam olib ketishlarini tavsiya qilamiz. 2026-yilda video olyapmiz. Videoga like bosib tarqatib qo'yamiz.